James Clear. Atom odatlar. Kirish. Mening hikoyam. 10-sinfni bitirayotgan kunimizda beysbol tayoqchasi yuzimga kuchli zarb bilan urilgan. Sinfdoshim to'pni urish uchun tayoqchani qattiq siltaganda, tayoqcha uning qo'lidan sirg'alib chiqib, to'g'ri meni tomonga uchib keldi va peshonamga urildi. O'sha zarb yegan onimni hanuzgacha eslay olmayman. Tayoqcha yuzimga kuch bilan urilganidan u burnimni majaqlab tashladi. Zarba ta'sirida miyamdagi yumshoq to'qimalar bosh suyagimning ichki devoriga kuch bilan urildi. Natijada boshimda shishlar paydo bo'la boshladi. Bir soniya ichida burnim sindi. Bosh suyagim bir necha joydan dars ketdi. Ikkala ko'z kosam ham dabdala bo'lgandi. Ko'zimni ochganimda odamlar menga xavotir bilan qarab turar, ba'zilar esa yordamga chaqirib yugurib yurar edi. Ust boshimga qarab, kiyimimdagi qizil dog'larga ko'zim tushdi. Sinfdoshlarimdan biri futbolkasini yechib menga uzatdi. Men u bilan singan burnimdan oqayotgan qonni to'xtatmoqchi bo'ldim. Zarbadan esankirab qolganim sababli jarohatim naqadar xavfli ekanini anglamas edim. O'qituvchim yelkamdan ushlab oldi va meni hamshiraning xonasiga olib ketdi. Biz uzoq yo'l yurib, sport maydonchasidan o'tdik. So'ng tepalikdan pastga tushdik va maktab binosiga bordik. Notanish qo'llar u yer bu yerimdan tutib, tik turib yurishimga yordam berardi. Shoshilmasdan sekin yurdik. Har bir soniya g'animat ekani hech kimning xayoliga ham kelmadi. Nihoyat hamshiraning xonasiga yetib bordik va u meni tekshirish uchun qator savollar berdi. Hozir nechanchi yil? 1998 deya javob berdim. Aslida o'shanda 2002-yil edi. AQSh prezidenti kim? Bill Clinton dedim men. To'g'ri javob George Bush edi. Onangizning ismi nima? Haligi deya o'ylanib qoldim. Oradan 10 soniya o'tdi. Keyin esa o'z onamning ismini eslash uchun 10 soniya ketganiga parvo qilmagandek Patti deb javob qaytardim. Bu esimda qolgan oxirgi savol bo'ldi. Miyamdagi shishlar tez ko'payotgandi. Men unga ortiq bardosh bera olmadim va tez yordam mashinasini yetib kelguncha hushdan ketib qoldim. Tez orada meni yaqin atrofdagi shifoxonaga olib borishdi. Shifoxonaga qabul qilishganidan so'ng tanam ishlashdan to'xtashni boshladi. Nafas olish va yutinish ham qiyinlashdi. Hayotimda birinchi marta tutqanoq tutdi. So'ng umuman nafas ololmay qoldim. Shifokorlar meni kislorod bilan ta'minlashga urinayotgan paytda meni bu shifoxonada davolash uchun yetarli uskunalar yo'qligiga ko'zi yetdi. Ular meni Sinsinnatidagi kattaroq shifoxonaga jo'natish uchun vertolyot chaqirdi. Meni tez yordam xonasidan tashqariga, keyin esa yo'lning narigi betida turgan vertolyotga olib borishdi. Bir hamshira aravachani unqir-chunqir yo'ldan itarar, boshqasi esa qo'lidagi qopcha bilan menga sun'iy nafas berardi. Shifoxonaga endigina yetib kelgan onam vertolyotga tirmashib chiqib yonimga o'tirib oldi. Parvoz paytida u qo'limni ushlab ketardi. Men esa hushsiz va mustaqil nafas ololmay yotardim. Xuddi shu paytda otam, ukam va singlimga qarab turish va ularni bo'lgan voqeadan boxabar qilish uchun uyga shoshardi. U 8-sinfda o'qiydigan singlimning bitiruv marosimiga qatnasha olmasligini tushuntirishga harakat qilar ekan, ko'z yoshlarini to'xtata olmasdi. Ukalarimni qarindoshlarimiz qo'liga topshirgach, onamning yonida bo'lish uchun u ham Sinsinnatiga yo'l oldi. Shifoxona tomiga qo'nganimizdan so'ng 20 ga yaqin shifokor va hamshira qo'nish maydonchasiga yugurib keldi va meni travmatologiya bo'limiga olib ketdi. Bu vaqtda kelib miyamdagi shish shu qadar kuchayib ketgandiki, talvasalar to'xtamasdan bir-biriga ulanib ketardi. Singan suyaklarimni darhol tiklash kerak edi. Ammo men operatsiyaga yaramasdim. 3-kuni hamon davom etgan navbatdagi talvasadan keyin meni dori bilan sun'iy komaga tushirishdi.
va sun'iy nafas apparatiga ulab qo'yishdi. Shifoxona ota-onamga begona emas edi. 10 yilcha avval 3 yoshli singlimda oqqon kasalligi aniqlanganda ham ular shu eshiklardan kirgandi. O'shanda men 5 yoshda, ukam esa atigi 6 oylik chaqaloq edi. Singlim 2,5 yil davomida o'smaga qarshi kimyoterapiya oldi. Uning orqa miya suyuqligi hamda suyak ko'migidan ko'p marta namunalar olindi. Nihoyat o'tkazilgan davo choralaridan keyin singlim xursand, o'zini yaxshi his qilgan holda va eng muhimi kasallikdan butunlay forig' bo'lib, shifoxonadan o'z oyoqlari bilan yugurib chiqib ketdi. Endi esa oradan 10 yil o'tar o'tmas ota-onam bu yerga boshqa farzandining ortidan yana keldi. Komaga tushgan paytim shifoxona ma'muriyati ota-onamga tasalli berish uchun ruhoniy va ijtimoiy xodim jo'natdi. Ruhoniy 10 yil avval singlimda oqqon kasalligi aniqlanganda ularga yupanch bergan odam bo'lib chiqdi. Kun tunga almashar ekan, bir guruh qurilmalargina meni tirik holda saqlab turardi. Ota-onam tunni shifoxonaning noqulay o'rindiqlarida o'tkazdi. Holdan toyib bir muddat mudrab qolsa, tez orada xavotirdan yana uyg'onib ketar edi. Keyinroq onam menga bu uning umridagi eng yomon kecha bo'lganini aytgan. Sog'lig'imning tiklanishi. Ming shukrki, ertasi kuni ertalab nafas olishim bir muncha tiklandi va shifokorlar meni komadan chiqarishga qaror qildi. O'zimga kelganimda umuman hid sezmayotganimni bildim. Buni tasdiqlash uchun hamshira mendan burnimni qoqish va olma sharbatini hidlab ko'rishni so'radi. Hid sezgim darhol tiklandi. Ammo burnimni qoqish paytida havo suyakning singan joylaridan o'tib, ko'z kosamga kirib borgandi. Natijada hammani qo'rqitib chap ko'zim bo'rtib chiqib qoldi. Ko'zim kosasidan chiqib ketay deb turar, faqatgina miya bilan tutashtiruvchi ko'z nervi va qovog'im uni bazo'r ushlab turar edi. Shifokor havo chiqib ketgandan keyin ko'z yana o'rniga tushishini, biroq bunga qancha vaqt ketishi aniq emasligini aytdi. Suyaklarni tiklash bo'yicha operatsiya bir hafta keyinga qoldirildi. Bu esa o'zimni tiklab olishim uchun qo'shimcha vaqt edi. Men xuddi boksda rosa kaltak yegan odamga o'xshab ko'rinardim. Shunga qaramay, shifokorlar uyga ketishimga ruxsat berdi. Men uyga burnim singan, bosh suyagimning bir nechta joyidan darz ketgan va chap ko'zim bo'rtib chiqib turgan holda qaytdim. Keyingi oylar juda og'ir kechdi. Sog'ayishdan hech qanday darak yo'q edi go'yo. Bir necha hafta narsalarni ikkita ko'rib yurdim. Tom ma'noda burnimning tagidagi narsalarni ko'ra olmasdim. Bir oydan so'nggina ko'zimning soqqasi o'z o'rniga qaytdi. Tutqanoqlar va ko'rish bilan bog'liq muammolar tufayli faqat 8 oydan keyingina yana mashina hayday oldim. Sog'lomlashtirish davrini to'g'ri chiziq bo'ylab yurish singari eng oddiy harakatlar qilishdan boshladim. Jarohatni yengib o'tishga qattiq ahd qilgan edim. Ammo ba'zan tushkunlikka tushib o'zimga bo'lgan ishonchim yo'qolib qolardi. Oradan 1 yil o'tgach, beysbol maydonchasiga qaytganimda hali to'liq o'zimga kelishdan ancha uzoq ekanimni his qilib, umidsizlikka tushib qoldim. Beysbol hayotimda alohida o'rin tutardi. Otam St. Louis Cardinals jamoasida kichik ligada o'ynagan. Mening ham professional o'yinchi bo'lish niyatim bor edi. Oylab davolanishdan keyin bitta orzum o'yin maydoniga qaytish edi. Biroq orzumga yetishish oson bo'lmadi. Yangi mavsumda birgina meni katta beysbol jamoasiga qabul qilishmadi. Buning o'rniga o'zimdan kichik o'yinchilardan iborat kichik jamoaga o'tkazib qo'yishdi. Men beysbol bilan 4 yoshimdan beri shug'ullanib kelaman. Sportga shuncha vaqtini va g'ayratini bag'ishlagan odam uchun bu nihoyatda tahqirli edi. O'sha kuni xuddi kechagidek eslayman. Men mashinada o'tirib olib yig'lardim va ko'nglimni ko'taradigan biror bir qo'shiq qidirib radio kanallarni o'zgartirardim. 1 yil ich-etimni kemirib yurdim.
nihoyat meni katta jamoaga qabul qilishdi. Ammo o'yinlarga kam tushar edim. Mavsum davomida atigi 11 ta inningda ishtirok etdim. Bu bitta to'liq o'yindan sal oshar edi. Yuqori sinfdagi maqtovga arzimas karyeramga qaramay, men hali ham buyuk beysbolchi bo'lishimga ishonardim. Bundan tashqari, ahvolimni yaxshilash faqat o'zimninggina qo'limdan kelishini yaxshi tushunar edim. Jarohat olganimdan 2 yil o'tgach, Denison universitetiga o'qishga kirdim va shundan so'ng hayotimda kutilmagan o'zgarish ro'y berdi. Aynan shu yerda hamma narsa yangidan boshlandi va aynan shu yerda kichik odatlarning hayratli kuchini ilk bora kashf qildim. Odatlarni qanday o'rganganim haqida. Denison universitetini tanlaganim hayotimdagi eng yaxshi qarorlarimdan biri bo'ldi. Men universitet beysbol jamoasidan o'rin olishga muvaffaq bo'ldim. Garchi birinchi bosqich talabasi sifatida ro'yxatning eng oxirida bo'lsam ham, boshim osmonda edi. Yuqori maktabdagi alg'ov-dalg'ov hayotimga qaramasdan, universitetda tuzukkina sportchiga aylana oldim. Beysbol o'yinlarida hali beri qatnashmasligim aniq edi. Shu sababli boshqa ishlarimni tartibga solishga qaror qildim. Tengdoshlarim kechasi bilan uxlamay video o'yinlar o'ynab chiqqan paytda men sog'lom kun tartibini yaratish uchun barvaqt uyquga ketishni odat qildim. Universitetning betartib yotoqxonasida o'z xonamni ozoda va saramjon saqlashga qattiq kirishdim. Garchi bu o'zgarishlar kichik bo'lsa-da, hayotimni o'zim nazorat qilayotganimni his qilardim. O'zimga bo'lgan ishonch yana paydo bo'la boshladi. Birinchi bosqichni men faqat a'lo baholar bilan tamomladim. Odat har kuni bajariladigan ish yoki ko'p hollarda avtomatik tarzda bajariladigan xatti-harakatdir. Har yangi semestrda kichik, ammo uzluksiz bajariladigan odatlarni shakllantirib bordim. Ular oxir-oqibatda avvaliga xayolimga ham kelmagan natijalarga olib keldi. Misol uchun, hayotimda birinchi marta haftasiga bir necha marta tosh ko'tarishni boshladim. Keyinchalik 193 sm bo'yim bilan dastlab kamtargina 77 kilogramlik toshni, keyin esa maqtanishga arzigulik 90 kilogramdan ortiq og'irlikni ko'tardim. Ikkinchi kursning boshida o'yinni boshlab beruvchi pitcher darajasiga ko'tarildim. 3-kursda meni jamoa sardori etib saylashdi. Mavsum oxirida esa eng sara o'yinchilar jamoasiga o'tdim. Biroq faqat 4-kursga kelib mening erta uyquga yotish, o'qib o'rganish va tosh ko'tarish odatlarim haqiqiy samarasini berdi. Beysbol tayoqchasi boshimga urilib olgan jarohatimdan shifoxonada komaga tushganimdan 6 yil o'tgach, men Denison universitetining eng yaxshi erkak sportchisi deb topildim va butun mamlakat bo'ylab faqat 33 nafar o'yinchigina nasib qiladigan ESPN akademik umum Amerika jamoasiga qabul qilindim. Bitiruv paytigacha universitet rekordlar kitobining 8 ta kategoriyasida ismim qayd qilindi. O'sha yili men universitetning eng yuksak akademik unvoni prezident medali bilan taqdirlandim. Agar yuqorida yozganlarim maqtanchoqlikka o'xshab ketgan bo'lsa, ming bor uzr so'rayman. To'g'risini aytganda, mening sport karyeramning hech qanday afsonaviy yoki tarixiy jihati yo'q. Men baribir professional o'yinchi bo'la olmadim. Biroq o'sha paytlarga nazar solganimda noyob ishni amalga oshirganimni, ya'ni o'z imkoniyatimni to'lig'icha namoyon qila olganimni ko'raman. Chin dildan umid qilamanki, ushbu kitobda keltirilgan g'oyalar sizga ham imkoniyatingizni namoyon qilishga yordam beradi. Barchamiz hayotda turli qiyinchiliklarga duch kelamiz. Mening qiyinchiligim esa olgan jarohatim bo'ldi. Boshimdan o'tkazganlarim muhim bir narsani o'rgatdi. Kichik va ahamiyatsiz ko'ringan o'zgarishlar ham agar doimiy ravishda takrorlansa, yillar davomida hayratlanarli natijalarga olib keladi. Hammamizda ham ishimiz yurishmagan paytlar bo'ladi. Biroq turmushimiz sifati odatlarimizning sifati bilan bog'liq. Avvalgi odatlaringiz bilan avvalgidek natijalarga erishasiz.
Ammo ularni yaxshiroq odatga aylantirsangiz, imkonsiz narsaning o'zi qolmaydi. Ehtimol, bir kechaning o'zida ulkan natijalarga erisha oladigan insonlar ham bordir. Ammo men bunday odamlarning birortasini tanimayman. O'zim ham tabiiyki bu toifaga kirmayman. Jarohat olgan kunimdan to yuksak mukofotlarga erishgunimgacha hech qanday keskin o'zgarish bo'lmagan. Bu asta-sekin kechgan evrilishlar, kichik yutuqlar va mayda muvaffaqiyatlar zanjiri edi. Rivojlanishning men tanlagan va tanlashi mumkin bo'lgan yagona yo'li bu kichik o'zgarishlar bo'ldi. Bir necha yildan so'ng o'z biznesimga asos solib, qo'lingizdagi kitobni yozishni boshlaganimda ham xuddi shu tamoyilga amal qildim. Kitob nima uchun va qanday yozildi? 2012-yilning noyabr oyida men jamesclear.com sayti uchun maqolalar yoza boshladim. Yillar davomida men odatlar haqidagi o'y-fikrlarni yozib borar edim. Nihoyat ularni keng omma bilan o'rtoqlashish vaqti kelganini his qildim. Har dushanba va payshanba yangi maqola yozardim. Bir necha oy ichida bu arzimas odat tufayli minglab obunachilar paydo bo'ldi. 2013-yil oxirida ularning soni 30 mingdan oshdi. 2014-yilda esa ular 100 mingdan oshdi. Natijada jamesclear.com internetdagi eng ommalashayotgan saytlardan biriga aylandi. 2 yil avval ilk maqolalarimni yoza boshlaganimda o'zimni xuddi chala bilgan narsalarim haqida yozayotgandek his qilgan bo'lsam, endilikda odatlar bo'yicha mutaxassis sifatida nom chiqara boshladim. Bu bir tomondan kayfiyatimni ko'tardi. Boshqa tomondan esa o'zimni noqulay his qildim. O'zimni hech qachon bu sohaning mutaxassisi deb sanamaganman. Aksincha, mushtariylarim bilan birgalikda turli tajribalar o'tkazyapman deb hisoblardim. 2015-yilga kelib obunachilarim soni 200 mingga yetdi. Obunachilarim ko'payib borgan sari biznes imkoniyatlarim ham kengayib bordi. Tobora ko'proq kompaniyalar mendan odatlarni shakllantirish, xulq-atvorni o'zgartirish va o'z ustida doimiy ishlash bo'yicha ma'ruza qilishga taklif etardi. Tez orada AQSh va Yevropadagi anjumanlarda asosiy ma'ruzachi sifatida qatnasha boshladim. 2016-yildan boshlab maqolalarim Time, Forbes singari yirik gazeta va jurnallarda muntazam chop etila boshladi. O'sha yili maqolalarimni 8 million kishi o'qiganini aqlimga sig'dira olmasdim. 2017-yil boshida ish va shaxsiy hayotda yaxshiroq odatlarni shakllantirishni istagan insonlar va tashkilotlarga xizmat ko'rsatuvchi ilg'or platformalardan biriga aylangan Habits Academy'ga asos soldim. 2018-yilda kitob deyarli tayyor bo'lib qolganda jamesclear.comni millionlab obunachilar o'qir. Elektron pochtamdagi axborot byulleteniga esa qariyb 500 ming kishi obuna bo'lgan edi. Bu raqamlar faoliyatimni boshlagan paytdagi kutuvimga nisbatan shunchalar ko'pki, buni qanday izohlashni ham bilmayman.